Assalomu alaykum barchaga. Xullas, Cobalt avtomashinasining gidravlikasida muammosi bor. Manfaati tegib qolar degan maqsadda ushbu videoni joylashtiraman. Nima bo'lyapti bunga? Xullas, turgan joyda rolni burganimizda rolimiz yumshoq. Trassaga chiqib, o'sha 60-70 ga chiqqanimiz sari, tezlik qancha ko'tarilgan sari rolimizda luft avtomatik yo'qolib qoladi, rol og'irlashib qoladi. Rolni chapga o'ngga burish og'irlashib qolib, xullas luft yo'q bo'lgani hisobidan apasnisi kuchayib ketadi. Yo'lda chekkasiga chiqib ketib qolish muammosi kuchayib ketib qoladi. Shuni nimadan chiqishini hozir men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Xo'p, buni sharnirini yechib olganmiz o'ng tomon rulov tegasini. Sababi o'ng tomonida mana bunaqa vtulkasi bo'ladi. Buni yaqinda tirqlab qolgan deb remont qilishib manaqa plastik trubadan qoqib rebrlashib bergan. Shuni rebrlaganda bunga palkaga plotniy, mana palkaga buni plotniy qilib qo'ygan. Palkani bu vtulkamiz qisib qolganligi uchun rolimiz tezlashganda og'irlashib qoladi. Shuni rebrini chiroyli qilib beramiz. Yengil mana shu palkada yurish kerak. Xudo xolasa shu bilan muammolari yo'qoladi. Mana ko'rishinglar mumkin, vtulkalarni o'ziga yengil tushadigan qilib rebrlab oldik. Mana borib kelishi. Xullas, mana shu holatda bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Akalar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, ustalarga jo'natib qo'ysak, bizga o'xshab qiynalishmaydi-da, tezda ishlaringizni bitkazib beradi, xudo xolasa, yoki o'zimizga olib kelsalaringiz o'zimiz bitkazib beramiz.